Hozir 100 gramm bilan so'ragani. 100 gramm so'radim buni. Ben hisoblayapti 130 deb. 140 ga boryapmiz, kelishtirib ayting aka, unaqa qilay olmaydi. O'zi hech qancha bo'lgani yo'qda, 147 ga tushganda bizga. Ya to'g'ri aka, qarang, 152 million, 53 million puli borga, men hozir mana 2026 monitorlikni beraman. 153 million puli bor, naqd puli bor odamga shunday salondan sotib sotib yozdirib chiqarib beraman. 26sini monitorligini. To'g'risida aka, sal kelishtirib ayting, jonim aka. Men naqd tayladi, iloji yo'q, yaqinga olgan, siz qachon olgan bo'lsangiz. O'zim qishloqda ham so'radi, nima qilyapsiz-da? Bermadik. Nechta so'radi? 30 so'radim. 34 so'radi. Ya so'rabdi. Qaysi qishloqda bo'lasiz? Kimni? Ha, chimga baribir pul dollar turadi deyman. Ko'p bo'lganda pul dollar. O'shagina bir chimga yigit keldi. Matizni 20 million so'radim, 28 millionga bermadim qishlog'imga. Chimga turaman o'zim deb, o'shanga aytaman. Chim uncha farq qilmaydi, bizdan uncha uzoq emas. Tam savdo. Savdo qilish uchun kelishtirib aytmayapsiz naqd aka. Bitta kuni qo'lni bering. Bo'ladigan bo'lsa aka 1 gina 5 million naqd pul berib qolaman. Bo'ladigan bo'lsa. Tavakkalmaydi. Naqd u. Naqd 1 gina 5 million aka. Ozgina kamlik qilmaydi aka. Ismingiz nima edi? Elbek. Elbek aka. Hozir 130 million naqd pul so'rasam, men shundan beraman, qarang. 24 to'xtatib so'rang. 30 dan oshsa beradi. Nima aka? 130 dan oshsa beradi. 130 dan deng qani? Men aytib ko'raman birontaga. Oluvchi bo'lsa siz hal qilib aka. Hamma kuzatib borasizlar-da. O'rgandan keyin nima deydi? Yo'q, nima deydi? Nima 130 million bor ekan, bersang bo'lmaymiz deydi-da. Yo'q, aka hozir Instagramga qo'ymayman. Qo'ymading, qo'ymayman. O'chirib taylaydi aka. To'xtatib tur, qo'yishni xohlamaysizmi? Yo'q, mayli, qo'yaversin, farqi yo'q. Yo'q, agar hamma ko'ra, qarang 130 deng, men aytaman, sharqdan birorta yoqsa olsin aka, siz hal bo'lib ketsin. To'g'risida menga pul kerak emas. Xuddi men Nasibga ham aytdimki, ayt oxiri menga puling kerak emas dedim, 65 bo'lsa beraman dedi, bir kishi oldi. Menga pul kerak emas, ochiq karta bu. O'zi qo'yarga qo'ymay 200 ming berib ketdi, kerak emas, uka. Roziman men shundan olib berdim desam, yo'q aka, to'g'ri kelmaydi, 200 ming berib ketdi. Ligimiz yaxshi. Yo'q, qo'ymay berib ketdi aka. Ya mashinada sizdan bir 130 deng, men aytaman, kim bo'lsa olsin aka, menga pul kerak emas, jonim aka. Olganda ham sotganda. Yo'q, oshirib emas, 30 deylik aka, qani kim qanaqa qilib sanayapti aka. Qani o'shanga bir mark qizaman. Men hamma nimalarni kuzatib boraman. Ya kuzatib kelganingiz uchun aytilyapti hozir aka. 30 dan biroz oshsa, 30 dan otalaman deyotgandim, lekin Aytib ko'ray aka. bilyapman. Aka, 1 gram ish bo'lsa olaman aka, pul sanayman. Shuma shuning uchun 1 gram olib sotaman. Ochiq gapda. 130 deylik qansimiz nima edi aka? Elbek aka, qattiq bo'lmagan. Xo'p, aytaveram. Aytingchi. Bo'ldi aka. Yurgani? 29. Xo'p. Qarang aka, 2024 Cobalt 29 ming yurgan benzinga, radnoy mashin. Kim olsa 130 million so'm. Oluvchi mard bo'lsa olaversin mana, bemalol. Menga bir so'm pul kerak emas. Olgandan ham, sotgandan ham olmayman. Ko'ringlar. 130 million bo'lsa beraman deyaptilar. Bormi oluvchi? Oluvchi yo'q ekan aka. Telefon nomeringizni ayting, Instagramga qo'yamiz. 97lik 97lik 585 585 91 91 91. Bitta yaxshi yigit. Bering aka, olaman 1 5 million. 30lar bo'lsa shu. Qiyinda. Xafachilar yo'qmi Elbek aka bizda? Instagramga qo'yishadi nomeringiz bilan. Yaxshi muomala